Bu videoda biz 250 ming dollarga dam olamiz. Bu ajoyib. Bu haqiqatmi? Biz sizlar bilan buni farqini prezidentning 100 ming dollarlik dam olishi bilan solishtiramiz. Bu yerga janob. 50 ming dollarga dam olish. Butun Eyfel binosi bizning ixtiyorimizda bo'ladi. Bor kuchim bilan ishlanib turibman. Boshlanishiga esa 1 dollarga dam olamiz. Bu yerga yigitlar, bizning damimiz shu uyda. Teshiklardan ko'rinyapti. Devorli yo'q ekan, Jeymi. Lekin devorlar bor. Bu jirkanch. Agar bu joy 1 dollar turishiga ishonmasanglar, ko'ringlar. Hoy, 93 sent aldabsan. Men yaxlitladim. 1 dollarga bizda bitta yotoq, lekin bu atigi taxtadagi matras, buzilgan shkaf, chiroq, menimcha bu ishlaydi. O, qaranglar. Va nihoyat tepadan g'alati ovozlar. Men nimanidir eshitdim. Bizning tomimizda yenot yashar ekan. Menimcha ko'pchilik xonasida yenot borligini bilib jahli chiqardi, lekin biz xursandmiz. Qachon chiqib ketamiz? Ertaga. Esinglarda tursin, biz hali 100 ming dollarlik damda bo'lamiz va 250 ming dollarligida. Hoziroq shu daqiqaga o'tish mumkinmi? Yo'q, qiynalishimiz kerak. Odamlar qiynalishimiz bilan baxtimizni solishtirishsin. Biz qiynalsak, ular yaxshi ko'radi. Hammamiz bitta yotoqda yotishimiz kerakmi? 4 ta yotoq xohlasang 4 dollar to'la. Birinchi bo'lib qumdan tozalaymiz. Yo'da hozirgina yenot yugurib o'tdi. Qiz bolaga o'xshab baqirmagandek tutamiz. Keyingi dam olishimiz 10 ming barobar qimmatroqqa tushdi. Bir kechaga 10 minglik dam olishga xush kelibsizlar. Wow. Yo'q, xudoyim. Juda ham zo'r-ku. To'xta, bu yana nimasi bo'ldi? Bu xonada meduzalar ham bor ekan. Mayli, lekin ortiqcha deb O, o'ylayman. tashqarida basseyn. Bu filmning qismiga o'xshamaydimi? Mehmonxona plajga olib chiqadi. Wow. Bu bizning shaxsiy plajmi? Yo'q, xudo. Tarik qachondan beri suv ochardi? Men bilmayman. Bu damga hamma narsa kiradi. Katta spa bor. O, mazza. Flamingo to'la park O, ular urishyapti. Flamingo. va cheksiz xizmat. Hop, nima istaysiz? Hammasini. Bu joyning yomon tarafi